Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Bugungi videomizda Telegram Premiumni qanday qilib 36 ming so'mga olish haqida bo'ladi. Va videoning oxirida Telegram Premiumni tekinga olishni o'rgataman. Undan oldin shu videoga bir dona like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qanunda biz videoni boshladik. Telegram qidiruviga Premium bot deb yozamiz. Kalichkali bot chiqib keladi. Botni qayta ishga tushiramiz. Hozir sizlarga hammasini to'liq o'rgataman. Boshlash tugmasini bosamiz. Bizga to'lash buyrug'ini chiqaradi. Premium bot xizmat shartlari qabul qilaman. Buyruq sizlarga qarab qolishi mumkin shaxsiy ma'lumot kiritganim uchun. Birinchi qatorga karta ma'lumoti, ikkinchi qatorga oy, uchinchi qatorga CVV kod kiritamiz va galchani bosamiz. Hammasidan o'tdik. Endi to'lash tugmasini bosamiz. Davom etish. Biroz kutib turamiz. Keyin telefon raqamimizga kod barashi, o'sha raqamni kiritib Telegram Premiumga ega bo'lamiz. Videoni boshida Telegram Premium tekinga olish haqida gapirgandim. Mana shu kanal podpischasiga 19 ta, kanal podpischasiga 1000 ta bo'lganda Telegram Premiumni tekinga bitta o'ynab boramiz. Agarda sizlarga Telegram Premium kerak bo'lsa, ishonchli bemalol murojaat qilavering. Telegram profilim, Telegram kanalim. Hammasi tez va ishonchli. Kanalga arxivlar ham tashlab boriladi.